Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Hammalarning vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz o'qigan Qiyodagi ovchining og'izlari degan kitobimizni davom qilamiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan kitob. Kitobninki biz 6-bobi, ya'ni ko'zidan chiqqan bosh so'ngak degan shu bobdagi voqeliklarni o'qib davomlashtirayotgandik. Hozir ashuni davomini o'qiymiz. Shahonov. Qozoqlarning "Hoy degan oju, qo'y degan xo'ja yo'q" degan maqoldagi oju elga ashu ojudan qolgan bo'lishi mumkin. Manınki bişirki azraq bir bölek belki aşını oqıbday, andakin ma texmo aniq bo'lgan ekan, oldingi bobda o'qigan. Hozir qirg'izlarning milodiya 6-7 asrlarda O'rta Osiyodan Turpan vodilarigacha, Tuvadan Sayan tog'larigacha bo'lgan rayonlarga ham Anasay bo'ylariga makalashib yashaganligi ma'lum. Yana qirg'izlar Jungu bilan G'arb rayonlar o'rtasidagi bog'da keldi so'z setiq ishlarida bo'lib, Ulug' Ipak yo'lida bo'lgan voqealarning guvohchisiga aylangan. Qirg'izlar hukmdorlarini Aju deb ataydi. Aju beshiga oltin toj kiyib taxtda o'tiratdi. Ularning shaharlari, gumbazlari Anasay bo'yiga joylashgan. Shahar qattiq qo'g'dalgan edi deb yozadi sayohatchi Al Idris. Shahonov. Qozoqlarning "Hoy degan Aju, qo'y degan xo'ja yo'q" degan maqoldagi Aju elga ashu Ajudan qolgan bo'lishi mumkin. Aytmatov. 7-asrda Borisbek hukmronlik qilgan qirg'izlar to'g'risida texnik aniqlanmagan noit qiziqarli bir ma'lumot bor. Hükümdarlarını bu qırğızlarmı o yerdeki qırğızlarga o'xshashla aju deb atashgana qaraganda bularning orliqi minglagan chaqirim orliq bo'lgani qaramasdan ular birli xalq, ikkiga bo'linib qolgan bir xalq o'xshaydi. Yoki aniqroq aytganda bu yagimi Anasay tarafkim taqilib rivoj topgan xalq. Bu masalada mencha shaxsiy o'ylaydiganim shu. Ko'chman millatlar qo'y podalarini haydab, nerede yashag'idek ya bo'lsa, shu yerga ko'chib yashaydi. Endi o'ltiraqlashish, shaharlashish, madaniyat barpo qilish va bu yerda bir hokimiyat tiklash yana bu boshqa bir narsa. Masalan, qabila shaklida albatta bu argizaliqdek masalan ko'chib o'ltiraqlashganlarninki nimasi yo'q deganlik emas. Ularning o'ziga yarasha qabilasi, qabilaninki masalan to'ra deydi. Qoida usullari, urf-odatlari, shu qabilaning oqsoqoli boshliqlari bo'ladi. Buning bu xil holatdagi to'xtamay ko'chib yashash, bu xil tarqoqlashib yashash bilan ma'lum bir yerni egallab o'tirib, shahar madaniyati barpo qilib, ravurs bir hokimiyat sistema tiklab, tarixlarni yezib, masalan, bugungi kunda biz da'vatimiz Rim imperiyasining gapini qilyotidi, yana nurg'unlagan imperiyani, atlarni, uni buni so'zlayotdi, tarixdan so'z ichib kelyotidi. Hamda bizningki tarix bilimlarimizni bek to'g'ri yoki shaxsan men o'zimninkini shu vatanda nashr qilingan kitoblarni o'qigandan sirtida jiq bir maxsus haqiqiy ma'nodagi tarixiy kitoblarnimi jiq o'qiy oldim deb o'ylamayman. Shuning bu yerda tarixda uni buni deyolmayman. Lekin anaqa shu "Qum bosgan shahar" romanida shunday bir nima borchu. Quyosh shoyi Beg'amlar shahrini bisib olmoqchi bo'ldi. Chunki Beg'amlar shahrining sepillari yo'qmish, askari yo'qmish, podshosi yo'qmish. Xalqlar u qadar beg'am yashaymish. Hech nimadan g'am qilmaymish. Shu naqsh usul sozlar bilan, hammasi o'zining tijoratlari bilan hech nimadan g'am qilmaydigan xalqmish. Quyosh shoyi jim turamdi bu gapni anglab. Biz nimishqa men u yerda hech qanday bir podshosi yo'q, qup-quruq qolgan bir yer bo'lsa, men qo'limda boshqarayotgan adamimni qanday boshqaraman? Bu xalqlar ulardan o'rganib olib, bizga podshoning lozimi yo'q deb man qarshi chiqsa qanday qilaman degan bahona bilan qanday qiladi? O'zining. Yiliq oyani yutulishdan iborat nafsoniyatchi, yiliq yovuz maqsadini o'sha o'tirib qo'ydi va Beg'amlar shahrini bisib olmoqchi bo'ladi. Bu yerda nimalar so'raydichu vazirlari. Endi biz bekorchi beriblam xalqninki nimalarini qanday besib olamiz, nima deymiz, qanday qilamiz deb so'rasa, deydiki, biz u yerga orada birisi deydi. Aqasinglarni, men aqasingga nima deb o oltin yombulni berib qiyotaman. Aql ko'rsatilgan odam sen qanday qilamiz desa, orada birisi deydi, bir vazirdek birisi. Biz
u yerga özümizning bir zamonlardagi laqabi datlashib ketgan pullarimizni apirib bir yerga ko'mib qo'yamiz. Rahlarimizni kiyimlarini apilib bir qabrning yon tarafini kovlab uning ichiga tiqib qo'yamiz. Shuning bilan bizning burun ota bovlarimiz mishadi yashagandi deb bu zaminni bisib olamiz deydi-chu. İşte bir bahonalar bilan qilib olamiz deydi. Hamda insoniyatning to'xtamay ko'chkini yoki masalan yolg'iz u shundoqlam hammasi tug'an yerdan shahar madaniyati barpo qilib bir ikki yildan hokimiyat tiklab ketgan emas. To'g'ri, bu xil o'zgarishlar, ko'chishlar bo'lib kelgan. Oddiysi yer sharidimi biz deymiz-ku matriklarning bo'linishi deb. Yer sharim bo'lingan. To'pon balasining burunqi va keyingi oldi farqli deyiladigan qarashlar bor-ku. O'zgarib turdi. Ammo bu yerdagi masala ko'chman millatlarningki u yer bu yerga ko'chib yashashi bilan o'tirib qo'ygan yerining hammasi mening deydigan ish bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa bu uzun yillik tarixiy davr jarayonida o'zgarib turdi. Birda sening, birda mening. Tapqan tapaloqning aysa yapaloqning. İşte bir gap bor biz kichik bola o'ynaydigan vaqtimizda. Dunyo shundoq. Sen nani egolab ashada put terab turib shu yerning xo'jasiga aylana olmasang, shu sening. O'yla Xitoydagi xumsizlik bilan ezeldan bu yerning zaminida. Ezel degan qachon? Qachon qanday qilibdikan? Ezel emas, 100 yil burun Manjuning hokimiyati. Uningdan biri Mo'ng'ulning hokimiyati. Uningdan biri yana bir millatningki. İşte aqlli qilish kerak-ku. Mavu manjutdi, mavu mandati deb o'tadimi? Yo'q. Buyuk xohisha deganda qilib bilan butun tarixni o'zining, mening, men qilayotgan, men mishad mushtartim, ani men qildim, mani men qildim. Tarix kitobini noyatdi. Chiroyli obdan bezab yezib oldimizga tashildi. Turklarning shunday bir gapi bor-ku. Biz ming yillardan bu tuproqlarni qinimiz bilan vatan qildik deydi. Biz ezeldan bu yerda yashagan deb turmaydi. Biz kelganmi shundoq. Nochilik bilan olgan. Sen yashab tutgansan, men kelib oldim. Mening oldi gaping bormi? Şoňalyk şu aciz milletler oturysy talaş tatışlar. Miýerde men ýaşap goýgandym, awa aýa diýdim, miýerde manda çykkandy u bu. Amerikanda dep şümeýdi, şu indiýalar ýaşap tutken biz gelip mana bir bilen miýerde dünýäwi medeniýetni berpa kılıp edem kılıp goýduk. Dünýäge biz hojalyk kılýatymyz diýdi. Biz ezelden Amerikalyklar tuguluşdan başlap bu tupraklarda biz ýaşap tutuk. Ezelden bizden tupraklarymyz edemdi diýmeýdi. Kişiliklerde bu ýerde meniň bişdal kolap goýgan biçmem 2000 ýyl burunky bişdal edemniň baş söňki çykkan demdi diýmeýdi. Bu degeni merkez arxeologiýany ýa-ki bu medeniýet taryhyny ýok kılıç diýenligim emas. Elbetde bu her bir milletniň taryhy özüniň kilişi bularny bilişde nähit muhim rol oýnaýdy. Emma intaýynlygy kiçik topmarski bir bu meniňdisi, bu meniň, bu meniňdisi, bu meniň dep talyşyp otturgylykydak pişne pasal sokudan o işler şu bek acizlarning arsida güçlük boldyki. Türkiýe milletleriniň taryhy maşyndaly bir näse. Emniyet. Türkiýe milletleriniň taryhyda bu milletler kaçan bölüngen, milletler kaçan ýynyk bolgan. Onundan birinde mesela Türkleriniň ança boyu we mança boyu we diýdi. Qırgız, Qıpçak, Qalpak muşularny diýdi. O onuň täwelligidi, bu bunyň täwelligidi diýdi. Mahmud Kaşgary ýazgan türk dilleri diwanynda ajaýyp noçnawy tepsili nurgun näslerini maglumatlaryny şunuňda berdi. Ondan başga ýogarak ýezip goýgan bir taryhyň, bir inskilablik bir näsaň barmy? Biz şu sözlesek çaq sözlep gitimiz. Kitapny dowam gylaýly. Aytmatow 7-nji esirde Barsbek hökümranlyk kılgan Kırgızlar toğrusida tehiç enyklanmagan naýyt kysgarlyk bir maglumat bar. Bu ýa ok boldy. Eger Orta Esirdäki dünýä taryhy ensiklopediyasy bilen C.E. Malov, Nevi Kyunter, Reyle Kizlasow, G.E. Gromgirjmaylo qatarlyk ataglyk taryhçylaryň eserleriga garaýdygan bolsak, Anasay boýuda ýaşagan Kırgızlar bilen Hakaslar bir elniň ballary bolup, tegitekde bir bolgan iki çoň kabile birikmesi bolup çykdy. Şoňa Hakas we Kırgız diýen etnik atalgularyň bir-biri bilen päýgamy ýok, ikisi bir-biriге okşaş mänide çetişidi. 9-10 esirlerde Hakaslarning çoň bir kabilesi Abakan darýasynyň boyu bilen Minusniski wadilerinde qelyp Anasay Kırgızlar Baykaldan ertişip ötüdi-de Taygadan Kaşgarýaga kelidi. Bäzi kabileler orman agyrlap Altaýgaça bardy. Bäzileri Jungarýada ýerdişip galady. Qyma Qıpçak kabileleri bilen hem Türk-Moňgol kabileleri bilen biraz aralashıp ketken Kırgız halky Moňgollarnyň ýörüşinden keyin özüniň mukaddas betinde hili turup galady. Meniň mabapny fakat okugum kelmädidir rast gep kılsam. Emma endi okaýly. Ilmi bolaýly dep goýamdyk ýa-ki ýazgan bolgandyken emdi. Buny ýene ma'lum nokta mana oýlaş gerek.
Bu ikki millatning cho'ng sәкеләре. Чыңгыз Айтматов dunyoga dаңлык язгычы, dunyoviy dаңлык язгычы. Muxtar Şaxanov Qozoqlarning butun e'tirof qilingan nihoyatda dаңлык bir shoiri, liderdek qaraydigan bir kishi. Demak, bular tarixga qanday qaraydi? Ularning ko'z qarashini bilish nuqtasidanmi o'qaylamdi. Xo'sh yoqmisin? O'rta Osiyodan barliq kelib, Sibiriyagacha ko'chib borgan o'rmonlar orasida qarindosh Xakaslardan qolgan qirg'izlar Alato'ga kelishgan. Patiga ketib bel bog'lagan, beglar ketib el qolgan. Patiga ketib bel qolgan, beglar ketib el qolgan. El sonsiz asr davollardan eshib o'tgan kunlarning o'zi yo'q, ko'langiz ko'p. Bugungi kunda egrik huquqini qo'lga olgan qirg'iz xalqining qisqacha tarixi mana shunday. Şaxanov. Qirg'iz degan ism qanday paydo bo'lgan? Aytmatov. Oğuz xanning o'g'li Tog'xon. Tog'xonning 5 o'g'lining birining ismi Qirg'iz edi. Bu mening o'zimning qarashi. Uni qabul qilishqimi, qabul qilmasliqim bo'ladi. Qir, tog', tog'lar demakdir. Endi Oğuz, Ogiz turk naslining dastlabki tarmoqlaridan biri. Shundaq ekan, Qirg'iz qir o'g'ri, qir o'g'izi, ya'ni qir tog' o'gizi bo'lib chiqmamdi. Şaxanov. Mumkin, albatta. Xalq va millat deganni namoyon qilib turadigan yer, til va madaniyatdan iborat intayin muhim ham mangulik uch boyliq. Bu boyliqlar xalqning bir avlodidan ikkinchi bir avlodiga meros qilib turadi. Yaratquchiga rahmat. Qozoqlar bilan qirg'izlar o'z ismi bilan, zamini bilan dunyo xaritasidan o'rin elishdi. Hozir biz burunqi tilimizni o'rganib, ko'chmanlar madaniyatini asli keltiryapmiz. Dunyo xalqlari qatoridan o'rin olgan har bir xalq o'tgan zamon bilan hozir va kelgusiga oltin ko'rik solamasa, o'tganki ro'yi meroslari va hozirgi hayoti to'g'risida o'tirsida bog'lanish o'rnatamizsa, avlodlarga tarixiy izbosarlikni saqlab qolamizsa, kelgusi avlodlarga aytadigan so'z topolmay, ular oldida qattiq uyat ahonatga qoladi. Siz qirg'iz xalqining tarixi to'g'risida so'z qo'zg'ab, qirg'iz degan ism qanday paydo bo'lganligi haqidagi savollarga darholla Tog'xon O'g'izxonning o'g'li edi. Shu Tog'xonning 5 o'g'lining biri qirg'iz deb aytdingiz emasmi? Bu so'zingiz tashqi tomga bosgandek nihoyat ishonchli aytildi. Odam o'z xalqining tarixini, ota bo'lsining tigi tektini bilishi, ularning turmushining qanday ro'naq topganligini, qaysi yer, qaysi jo'grafiyalik nuqtadan boshlab vatani, tili, madaniyati borliq kelganligini yaxshi bilish kerak. Buningdan bir necha yil burun Shotlandiyaning Glasgow shahar universitetida o'tkazilgan she'riyat kechiligida menga mundaq bir savol qo'yilib qoldi. Ruslar qachondir bir vaqtlarda Rossiya daryosining bo'ylarida yashaganligi uchun ularning ismi Rossiya deb atalib, bu ism bilan butun dunyoga tanilgan. Lekin qozoq degan so'zning etnik manbasi qandoq? U nima deganini bildirdi. Qaysi asrdan boshlab sizning xalqingiz shu ism bilan tanildi? Shu chaqda men bu savol shaxsan menga emas, bizning barliq olimlarga, tarixchilarga, adabiyotchilarga va shu masalada tegishli borlarga berayotganligini his qildim. Chunki bu savolga hech aniq tushunishli javob yo'q. Bu masala yechilmagan va masala yechimida fikr birligi kelmagan edi. Aytmatov. Ko'chman xalqlar ko'plagan tarixiy voqealarni rivoyat va afsonalarga aylantirib olgan. Sen qozoq degan so'zning kelib chiqish to'g'risida qandaqdir bir rivoyat yoki afsona bilmamsan? Shaxanov. Qalchi Qodir Botir to'g'risida xalq ichiga nihoyat keng tarqalgan bir rivoyat bor. Ilgari bir zamonlarda bu Botir o'z xalqining erkinlik uchun elib berilgan qonliq urushda ig'ir yarda bo'lgan. Keng dalada o'zi yolg'izlik qapti. Yanada beshini ko'tarib og'ziga suv temitqidek kishimi yo'q. Shuning bilan Botir o'lgili oz qolganda osmondan bir oqqoz uchib tushib, uni ko'l bo'yiga ilib berib, chanqash va o'limdan qutuldirib, har turli dori cho'p bilan tepib kelib, dori yasab Botirning yarasini davolaydi. Yaralanib holsizlangan Botir bir kuni tong ochganda uyg'onsa, yanada oqqu yo'q. Farishta sifat bir oq qiz o'ltirgan. Qarasa, heliq oqqu sirliq yo'llar bilan qushqa aylanib, Yardar Botirning yeniga uchib kelgan qiz ekan. Shunday qilib taqdir ularni uchrashtirib, ular er-xotin bo'lib yashaydi da bir o'g'illik bo'lishidi. O'g'li oq g'ozdan tug'ilgan uchun uning ismini Qozoq deb atashidi. Keyin Qozoqdan Aqaris, Baqaris, Yanaris degan 3 o'g'il tug'iladi. Aqarismi hozirgi Qozoq qabilasi bor. Ammo qozoqlar yaqin zamonlargacha Balqash ko'lini Qoz ko'li deb atashgan. Ya'ni shu vaqtda Qoz shahri degan shaharmi bo'lgan. Balkim shundoq bo'lmag'achqimikin qozoqlar ba'zi musulmon xalqlarga o'xshash oqquni e'tiborliq uchar jonivor hisoblab uni ovlashni cheklaydi. Ammo shaman dinining soqindisi bo'lgan baxshi pirxonlar kiyimlari va bosh kiyimlarini oqqu piy bilan zinnatlab uningga cho'qinadi.
Xalq arasida hozirgacha kichik bolalarning kiyimiga oqqu va g'ozning paylarini qo'shib tikib oladigan urf-odat saqlanib qolgan bo'lib, ular bilan bosh kiyim va kiyimning ko'kraklarini zinnatlashidi. Aytmatov. Yaqında mən Uluq Abayның 2 tomluq kitabını oqub çıxdım. Onundan Qazaq Qırğız xalqlarının payda boluş toğrusida nəhayət qısqarlıq həm qimmatli təfəkkürlər bar ekan. Ataqlıq şair bu vaqtda özgəcə əsl qalarlıq düşüncə yeşimlarni o'tirib qo'yibdi. Abay bu vaqtda mundaq yazdı. Arab xalifaligining ulug' kengaymichiligi davrida ularning askarlari O'rta Osiyoning Qozog'istonlarigacha kelgan. Arablar ko'chmanlarni Hiboy va Uzag'u deb atashadi. Shun ular to'gi karvoni bilan ko'chib yurishgan qozoqlarni ko'rib, o'zlariga o'xshashlar Uzag'urlar, ya'ni ko'chmanlar ekan deb o'ylashibdi. Qozoqlar o'zlari yashayotgan cheksiz doiradagi bir o'rindan yana bir o'ringa ko'chib kelgan qushdek, ya'ni oqquda ko'chib yurayotganligini o'ylashibdi. Shuning bilan qozoqlar qozoq atalib qilishgan ekan. Shu vaqtgacha o'zlarini ulus deb tushunib kelgan qabilalar birlashib, bir millat bo'lib shakllanib, o'zini qozoq deb atash shuningdan boshlanibdi. Abay qirg'iz degan so'zga ko'ngil bo'lgan. Ulug' shoir bu so'zni mundaq tushuntirdi. Bir Uyg'ur xoni doim qo'shunining oldida yurguchi, qo'rqinchni bilmagan askar qabilani qirg'iz deb ataganmish. Mundaqcha aytganda, oldida mengayotgan askarlar udul kelganning hammasini qirib, yo'qotib, o'ltirishga mas'ul ekan. Abay tug'ilib o'sgan Chingiz tog'lari eskidan yiroq yerlarga umr bo'yi chiqmagan bo'lsa-mu, uning har qaysi sohada bor cho'nqur bilimi kishini hayron qoldiradi. Abay o'z asarlarida Xakaslar, Qirg'izlar va qozoqlarning qandoq paydo bo'lganligini analiz qiladi. Jungo tarixini tushuntirdi. Qaysi urug' qabilalarning qandoq ko'chib qo'nib yurganligi haqida gap ochadi. Misol keltirib ketay. Sibiriyaning sharq qismida bir necha qozoq qabilasi bor. Ular islom diniga kirgan emas. Ularning tili, ko'rinishi bizga o'xshash. Anasay dalasining Niski vodisida Yashashnay Tatar nomidagi bir xalq bor. Ular qozoqlarni o'zlarining qarindoshlari deb sanashadi. Amaliyotda ularni ko'rgan odam buningga ishonmay qolmaydi. Anasayda yashab boshqadinga ishongan, biroq qon qiynadan bizga qarindosh kelgan xalq to'g'risida to'xtalayotgan Abay qaraganda hozirgacha shu yerda yashagan Xakaslar to'g'risida yezib emasmi? Undan keyin u o'z qarashini mundaq davomlashtirdi. Hech bir qozoq yoki qirg'iz bu ikki xalqning qon qarindosh xalq ekanligidan hech qachon tangan emas. Qirg'izlarni junguluqlar Birut deb ataydi. Nima uchun Birut deb atashadi? Balki hech narsa ko'rmaydi, hech narsa bilmaydi degan so'zning davomi bo'lsa kerak. Ondan keyin Abay qozoq va qirg'izlarning qanday qilib bu olatu etga kelib turib qilishganligida to'xtaladi. Yuqorqilardan boshqa yana ulug' shoirning Jungo xalqining tarixini egallab, qirg'izlarning mashhur dastoni Manas bilan tunishib, manaschilarning so'zlarini anglab, o'z loyiqida o'ziga lozimliq ma'lumotlarni elib bir xulosa chiqarganligini ko'rgili bo'ladi. Chunki Manasda junguluqlar va jung'arlar qirg'izlarni kamsitish maqsadida Berutlar deb atashgan emasmi? Abay o'zingiz ko'rgandek qozoqlar bilan qirg'izlar azaldan bir bo'lib bo'linmay kelganligini yezib o'tirib, Minusniskiy vodiylarida bizga yaqin o'xshash qabilalarning borligini yozadi. Xalq orasida yana bir rivoyat bor. U tarixchilik texmi yaqin keladi. Uningda qozoq, alash, 300 degan tushunchalar bir-biriga yaqinlashib, ularning paydo bo'lish tarixi tadqiq qilinadi. Tushuntirishga yuzlanadi. Burunqi zamonlarda Sirdaryo bo'yidagi xalqlarni Qizil Arslan degan xon boshqargan ekan. Bu xon o'zining qo'shinlari bilan ba'zida yarashib, ba'zida so'qishib turdi ekan. Bir qatam u dushmanlarining biriga qo'l silib, ko'plagan boyliqlarni tortib olibdi. Tutqun qilingan oydek go'zal qizni amriga olibdi. Kunlar o'tib, ayoli butun badanini dog' bosgan ola o'g'il tug'ibdi. Xon bilan uning xalqi qattiq qo'rqib, buni yomonlikning belgisi deb qarab, boladan tezroq qutulishni o'ylabdi. Xonning cho'ng xotini navkarlarga yangi tug'ilgan norasida bolani Sirdaryosiga tashlab o'tishga buyuribdi. Tug'ilishi bilan butun xalqni qo'rqitgan bola suv cho'kmay daryo to'lqinlarida eqib yuribdi. Shu daryoda beliq tutib yurgan buvoy bolani xushol oldi uyga kelib berib beqibdi. Buvoy bilan mo'may ishkilisi bola olov o'g'achqa uni olash deb akiltib beqibdi. Bola shu ism bilan cho'ngayibdi. Keyin u aqlliq va botirlik bilan el yurtga to'nilibdi. Keyin uning haqiqiy dadasi Qizil Arslan bu yosh botirning o'z o'g'li ekanligini bilib, o'zining bir vaqtlardagi qiliqlari uchun qattiq pushaymon qilibdi. Dastlabda bolani o'ziga yaqinlashtirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin yenidagi Mayiqi beyning maslahati bo'yicha bolaga 300 askar bo'lib berib, atayin kang dalaga avatibdi. Shu 300 askar yigit
Köp batırlıqlarını körüstüp, uruş ve hərbi yürüşlerde daim qalbiga erişip, öz rayonunun territoriyasını kengaytıptı. Өлkədək çoğ rayonga ega bolganda, uni aq kigizge elip, kötürüp, özleriga xan qilishipdi. Ularning batırlıqlarini körüp zoqunishgan boshqa xalqlarmı bu yigitlarni qozoqlar deb atashga boshlabdi. Qozoq degan bu so'z erkin, mustaqil odamlar deganni bildirdi ekan. Qozoq oqsoqollari hozirgacha bizning buvimiz Alash, otamiz Qozoq deyishidi. Alaşxanның ismi tunulğan Qazaq tarixçilaridan Qadir Ali Jalberi, Rashid Ardin və Obul G'azilarning əsərlərində ko'p uchraydi. Keyingi ichki avtorning yozganlariga asoslanadigan bo'lsak, Alaşxanның yozliq o'rdasi Ulug' tog' bilan Kichik tog'ning o'rtasida, ammo qishlagan joyi Qorqum bilan Bo'rsqumga joylashgan ekan. Ulug' tog'dagi hozirgacha o'rda xarobasining izlari saqlanib qolgan yer Alaşxanның o'rdasi atalib kelmoqda. Qorkengir daryosining bo'yida bo'lsa, Alaşxanның gumbizi degan qabr bor. Aytmatov. Nayt qizqarlıq ma'lumotlar ekan. Kavkazda yashagan noqaylarmı hech kishiga bosh egmagan. O'zi bilgancha erkin yashagan botir kishilarni qozoq deb qo'yishadi. Yiroqqa bormasaqmi, ruslar o'zining xo'jayinlik qilishi va qul qilishidan qechib Sibiriyada, Donda, Urallarda erkin yashagan xalqlarni gazak deb ataydiganligini bilamiz-ku. Ularning tushunchasi bo'yicha Kazak degan erkin, mustaqil deganni bildirdi. Ko'plagan qo'shni ellarning maqol tamsillaridan qaraganda Qozoq bilan Kazak degan so'z aytilish jihatdan emas, balki ichki ma'nosi jihatdan yaqin keladi ekan. Turkcha dunda emas, kiyib olgan popaykini Qozoq deydi-ku, ha? Cho'qay Valixonov Qozoq degan so'zni askariy atalmalarga bog'lab, Batur, qahramon degan ma'noda tushuntirdi. Ataqlıq olim Miri Radlov bo'lsa, Batur erkin ma'nosida, Ani Samoylovich Batur erkin odam degan ma'noda qo'llandi. Shaxonov. Jungoning milodiya 2-asrdagi yozmalarida dengiz bo'ylaridagi Dala, Aral va Kaspiy dengizining bo'ylarida Xasa, Kasa otli xalqlarning ko'chib yurib yashaganligi bayon qilinadi. O'rta Osiyalik tarixchi Ro'zbaxon bo'lsa, qozoqlar ajoyib mardligi, zo'r kuchi, qahramonligi bilan barliq xalqlarga tunilgan. Ularning qo'rqmas botir xarakteri arab tilidagi asarlarda ko'p uchraydi deb ma'lumot berdi. Demak, qozoq so'zining kelish manbasida shu millatning erkinlikni so'ygan botirligiga, xarakteriga har qaysi asarlarda necha asoslarni tepishga bo'ladi. Buningda yana bir dalil Qozog'istonning janubida Iskandar qaytgan davon degan cho'ng bir egiz davon bor. Ammo Iskandarning milodiyadan burungi 4-asrdagi imperator ekanligi hammamizga ma'lum. Ulug' Aleksandr Makedonskiy taxminan Iskandar Zulqarnayn bilan shu Aleksandr Makedonskiy bir odam deb qaraldi-ku. Taxminan milodiydan burungi 4-asrning 30-yillarida Grek askarlarini boshlab kelib, Osiyodagi Fars podshoyi Dara Krodomun 3ning askarlarini bechit qilib, ondan O'rta Osiyoga kelgan. U Samarqandni o'ziga bosh etkizgan. Aytmatov. Bizning Qirg'izistonda o'tgan asrlarda Jungo bilan Turanlar o'rtasida qonliq urushlar bo'lganligini dalillaydigan yerlar bor. U yer Masi deb ataladi. O'z vaqtidagi urushlarning bir oxirlashganda ikki taraf turklar junguliqlarga bir necha uyur yuguruk otlarni berdi deb kelishdi. Shu chaqda beglarning bu kelishimiga tong qilishgan junguliqlar o'sha voqea yuz bergan yerni Masi ot o'ldi deb atashgan. Bu voqea yuz bergandan keyin necha davrlar o'tsimi, u yerning ismi o'zgarmay shu peticha saqlanib kelmoqda. Shaxonov. Ataqlıq olim Ani bir nechta Midiya, Asiriya, Persiyalarning milodiyadan burungi 4-7-asrlardagi iqtisodiy va savdo-sotiq ahvolini tadqiq qilib, Kichik Osiyoning bu rayonlari bilan bodikada qilishgan sak qabilalari hozirgi qozoqlarning naq ota-bobolari bo'ladi degan xulosaga keladi. Qadimgi davrlarni tadqiq qilishgan tarixchilar, etnograflar, arxeologlar va antropologlar shu fikrni qo'llashadi. Saklardan keyingi tarix erasiga turklar keladi. Ulardan keyin 8-10-asrlarda qolmoqlar. Ondan 9-11-asrlarda qipchoqlar keladi-da, ularning haqoqligi 13-asrgacha davom qiladi. U vaqtlarda qozoq xalqi Oq O'rda davlatini barpo qilmoqchi bo'lgan orliqda Mo'ng'ullarning qo'shini oldida barliq urush va yurishlarga qatnashib turgan. Oq O'rda dal hozirgi qozoqlarning zimini joylashgan davlat edi. Qozoq Sovet ensiklopediyasi 1-tom 248-bet. Alashning 6 avlod xalqi shu vaqtlarda Oltaydan Kaspiygacha, Tobuldan Sirdaryosigacha bo'lgan 7 su rayonida 13-asrning 2-yarmida ular Oltin O'rdadan bo'linib chiqib, o'zlarining Oq O'rda davlatini qurib chiqishgan degan bayonlar bizning yuqorqi so'zimizga davranmas dalil bo'la oladi. Ammo Oq O'rda ag'darilgandan keyin buni biz qozoq tarixidan yaxshi bilamiz.
Canbek xan bilan Keray xan Şeyballarga baş egmegen Qazaqlarning xonligini qurdi. Aşu bölünüşkiç Qazaq xalqini tuzgan qabila va urug'larning tövendeki xalqlar bo'lganligi Muhammad Haydar davlatining tarixiy nashr Rashidi nomli asridan ma'lum. 14-15 asrlarda ulug' tog'dan Etimgacha ko'chib yurishgan Naymanlar, Turkiston bilan Qoratog'ning o'rtasida Qo'ng'irotlar bilan Qipchoqlar, Ertish bo'ylari, Markaziy Qozog'iston Sirdaryo bo'ylariga Arg'unlar, Tarbag'atay, Ertish, O'm, Zaysan ko'li va Tobil daryosining bo'ylariga Kiraylar, Ili, Chu, Talas daryolarining bo'ylariga Dulatlar, Yettisuga Qanglilar bilan Uysullar, Volga bilan Idil, Kaspiy Oral bo'ylariga Olshillar joylashgan. Siz Saklarning qabila birikmelerinden keyin Qozoq qabila urug'lari paydo bo'lgan deb to'g'ri aytdingiz. Chunki ular burun Saklar yashagan yerlarning dal o'zida borliq kelgan. Shu ko'z qarash bo'yicha bo'lganda, shu qabila urug'larning ismlari vaqt o'tgan sari o'zgarib ketishgan degan yakun kelib chiqadi. Ammo milodiydan ilgirki 2700-2500 yillardan beri o'z yerida yashagan xalq keyin yanada boyqa xalq bo'lishgan. Yoki qozoqlarning eng esil shoiri Juban Moldog'aliyevining so'zi bilan aytganda, u xalq ming qitim o'lib, ming qitim qayta tirilgan. Biz o'zimizni o'zimiz ko'p vaqtlargacha kamsitib xunuk tushkunlashtirdik. O'zimizni o'zimiz yo'q qilishga boshladik. Abay Qozoqning dushmani Qozoq deb aytgan. Menimcha bu qarashdan balam Abay Qozoqning dushmani Qozoq deb aytgan. Meningcha bu qarashdan qirg'izlarmi yiroq ketolmaydi. Biz cheksiz hokimiyat davrida markazga yaxshi ko'rinish uchun 1913-yilgacha Qirg'iziston bilan Qozog'iston xalqlarining 2-3% xalqi savodliq edi deb yezib yurishyapti. Sovet hokimiyati davrida hamma kishi savodliq bo'lib xat tunidi deganni biz o'zimiz yozdik. Biz o'zimiz egiz sahnalarga haybat bilan chiqib, bu yoqda aslini so'zladik. O'zimizni savodsizlashtirib, o'z belimizga qulchilikning kamirini o'z ixtiyorligimiz bilan mahkam bog'liq. Qolgan xalq bo'lsa jahonni zilzil keltirgan olqishlar bilan buni qo'llashdi. Aytmadi, shundoq. Oldi Qohira, Damashq, Marokkoda, oxir Qozon, Toshkent, Buxorolarda bilim tahsil qilib, Qur'on Karimni yodga bilishgan kishilar ovullarda, shaharlarda bola o'qitgan faqat diniy sohada emas, butun olam to'g'risida ilmda mollalar shu savodliq deb hisoblanganlar qatorida hisoblanmadi. Demak, u mollalar arabcha xat tungan o'quvchilarmi bilimlik odam deb qaralmadi. Buning 2-3% savodli odam faqat ruscha o'qiganlar edi. Shunga dunyoda rus yozig'idan boshqa yoziq va bilimi yo'qdek bo'lib qoldi. Agar bundoq tor tushunchadagi siyosatni qabul qilgan bo'lsak, undaq 100 milliondan ortiq arablarni savodsiz deb aytishimiz kerak. Qadimgi zamonlarda bizning yezqimizmi, ilib barimizmi bor edi. Biroq shunchalik aytganda boshqa hech qanday isbot ko'rsatmaymiz. Bu yerdagi bu millatlarninki bu qadar aniq bo'linishi oldingi asrning boshlaridan boshlandi. Undan burunda masalan biz Uyg'urlarninki Uyg'ur degan nomning birlikka kelishi va umumyuzlik qo'llanishida Abdulla Ro'zibaqiyevning bu sohada qo'shgan to'hfasi intayin cho'ng. Oldingi asrning boshlarida O'rta Osiyoda, Olmaotada shu O'rta Osiyo markaz qilingan shu oqartish harakati davomida bir turkum ziyolilar o'tirg'a chiqdi va aslida undan burunda masalan Oltishalik, Do'lonliq, ondan Qashqarliq, Taranchilik, Uyg'ur degan vaqtida masalan Turpan, Qumul bundaq shu bir kichikkan ko'rsatib, shundoq ataydigan avvallar. Undan boshqa shu zamonlardagi ba'zi yozmalar bor. Gunoyaringninki aketgan nurg'un materiallari bor. Shu chaqlarda xalqlarning orasiga yezishgan xatchaklar u bu yoki xalq orasidagi o'zaro paranglar deganlarda kishilardan savol so'ragan vaqtida masalan sannalik, men paloniyalik, millating nima? İbrahim Halilullah. Dining islom, millatim İbrahim Halilullah. Yani bu xil shakldagi javoblar bor. Shu vaqtdagi xalq orasida to'plangan, ba'zi yozilgan narsalardir-ku. Yani demakchi o'g'limda bir millatlarning hozir biz miyada biz bugungi 21-asrning, ya'ni 2024-yilda o'tirib turib, bu millatlarni bu qadar aniq ayirganimiz bilan bu texi buningdan 100 yil burunda buncha bo'layliqdek chek-chegirlar ayrilib qolgan emas. Mayli qozoq, mayli qirg'iz, mayli uyg'urlar bo'lsin. Shunga bu yerda tarixiy nuqtai nazar, ilmiylik bu deydigan bo'lib qolsak, buni cho'qim ko'zga nazarga kelish kerak bu narsani.
Abdullah Ro'zi Baqiyevdan keyin, uningdan burunmi ba'zi masalan Nazarxo'ja Abdusamat, Uyg'ur bolasi degan taxallusni tunjuk Uyg'ur taxallusini qo'llangan kishi Nazarxo'ja Abdusamat. Nazarxo'ja Abdusamatov Uyg'ur bolasi degan taxallusni qo'llangan. Uningdan keyin balki mushuning ta'siridan bo'lishi mumkin, Abduxoliq Uyg'ur o'ziga Abduxoliq Uyg'ur taxallusini qo'ydi. Abduxoliq Uyg'urning dadasining ismi Abdurahmon. Va u vaqtlarda masalan hozirgidek taratqular, televizorlar, gazet jurnallar uncha jiq unda narsalar yo'q. Va boyimiyada ma'rif to'g'risida gap qilibdi-ku, Uyg'urlarninki ma'rif nimalari haqiqatan nochi ba. Bu yerda hargizmi keyingi shu 1949dan keyingi ma'rif ideyasi ularning bo'lishida diniy ma'rif, fanniy ma'rif deb bo'lyaptiq. Bizda unda bo'linmaydi. Ma'rif. Buning ichida insonning hayotiga kerakli bo'lgan moddiy va ma'naviy jihatdagi bilimlarning hammasi bo'ladi. Masalan, ayni chog'dagi madras deganlardagi shu madrasningki bir nimasi bor. Shu otishdagi bir madrasning o'tilgan darslarda shu astronomiyadan tortib ilmiy nujum degan astronomiya shu. Undan keyin mantiqshunoslik. Biz deyotgan logik shu. Arab faris tillari, bu yerdagi til, matematika, nurg'un narsalar tan o'tilgan amaliyotda. Diniy darslarmi o'tilib qolgan. Bu vaqt o'zimizningki mayli ma'rif tariximiz bo'lsin, mayli o'zimizningki shundoq kimlik tushunchasi bo'lsin, bu nuqtalarga tarixningki umumiy narsani ko'zga ilib nazarga olib turib deyish kerak. Ammo bular hozir paranglarida shundoq bir narsadan balkim bizga bergan, shaxsan menga bergan ta'sir shunday bo'lishi mumkin. Bugun mushakicha o'qidik, davomini o'qiymiz. Allohga omonat. Xayr, xo'sh, kelarki san ko'rishaylik.